Farg'ona viloyati Quva tumanida jami 63 ta mahalla fuqarolari yig'ini mavjud. Hududning asosiy drayveri bog'dorchilik va ko'chatchilik. So'nggi yillarda tumanda o'zini o'zi band qilish, kichik oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda aholi bandligini ta'minlash borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan joylarda aholi murojaatlarini o'rganish, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish hamda mavjud muammolarini tizimli hal etishga qaratilgan sayyor qabullar izchil tashkil etib kelinmoqda. Farg'ona viloyati Quva tumanida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Ta'kidlash kerak, mazkur qabulda Quva tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolar o'zlarini qiynayotgan muammolar, takliflar qolaversa biznes rejalari bilan ham chiqishdi. Tumanning yangi Quva mahallasida o'tkazilgan mazkur sayyor qabulda ham kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri o'rinbosari, Farg'ona viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi boshlig'i, shuningdek bir qator mutasaddi tashkilot rahbarlari va hokim yordamchilari ishtirok etishdi. Ko'zlangan asosiy maqsad ham tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, ularni muammolariga yechim topishdan iborat bo'ldi. Bugun kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan o'tkazilgan qabulda, sayyor qabulda 2 nafar fuqarolarimiz kelishgan. Bular Azimov Ziynatullo hamda Mo'mini Biloldinlar. Bular bu yigitlarimiz o'zi bugungi kunda 20 yoshdalar. Yoshlar daftarida turadi. Kunda ishsiz. Bularni biz qiziqib, masalalarni qiziqqanimizda bular chorvachilik yo'nalishi bilan kredit olmoqchi ekanlar. Shularni hozir shu qabullangan ijobiy hal bo'lib, mana ikkoviga ham oilaviy tadbirkorlik dasturimiz asosida 33 milliondan har biriga qo'yish uchun chorvachilik yo'nalishida kredit ajratadigan bo'ldik. Masalalar ijobiy hal bo'ldi. Shunday qabullar mana tashkil bo'lishi, biz hokim yordamchilari va shu bilan birga fuqarolarimizga ham ijobiy hal bo'lishida bizga ham ancha samarali bo'lyapti. Sababi shu orqali biz ham ochiq oydin mana tuman miqyosida bo'lmagan viloyat miqyosida yoki respublika miqyosida nimalar shu sayyor qabul orqali hal bo'lyapti. Biz bundan hokim yordamchilari shaxsan xursandmiz. Sababi kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'yicha biz bu yilni Quvani xoli hududga aylantiramiz. Kambag'allik qolmaydi, ishsizlar. Shunday qabullar ko'p bo'lishini biz tarafdorimiz. Qabul davomida esa aholidan jami 25 ta murojaatlar kelib tushdi. Shundan 10 tasi joyida hal etildi. Qolgan murojaat va takliflar esa vaqt talab etilganligi sabab tegishli tartibda ijroga qaratilib, nazoratga olindi. Men bu yerga kelishimdan maqsad bu yerga o'zimning biznes rejalarim bo'yicha qabulga yozildim. Hozirgi paytda meni biznesim gulchilik bo'yicha kredit olmoqchi edim. Shu kreditim masalasi bo'yicha ijobiy javob oldim. Chunki men hozir maqsadim, biznes rejam O'zbekiston bo'yicha mana shu prezidentimizni qaroriga amal qilib, kambag'allikni qisqartirish, mahalladagi xotin-qizlarimizni, yigitlarimizni ish bilan band qilish bo'yicha shu gulchilik teplitsamni kengaytirmoqchiman. Ijobiy javob olganimdan xursandman. Bu kabi sayyor qabullar aholining muammolarini joyida hal etish, ularni turmush farovonligini oshirish hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eng asosiysi fuqarolarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.